Assalomu alaykum talabalar. Bugun 3-ma'ruzamiz sizlar bilan. Bugun 3-ma'ruzamiz quyidagi mavzudan iborat. Kiberxavfsizlik arxitekturasi va strategiyasi va siyosatlarini ko'rib chiqamiz. Kiberxavfsizlik strategiyasi nima o'zi? Bu tashkilot xavfsizligi va bardoshligini maksimal darajada oshirish uchun mo'ljallangan harakat rejasi hisoblanadi. Mana shu strategiya. Bu tashkilotni xavfsiz saqlashga yordam beradigan maqsadlar va protokollar to'plamini yaratish uchun yuqoridan pastga yondashuvdan foydalanadi. Bunda tashkilotdagi shaxslarning vazifalarini belgilaydi va kim nima uchun javobgarligini belgilab beradi. Mana shu nima uchun kerak strategiya. Bundan boshqa bu turdagi strategiya shuningdek voqea sodir taqdirda bo'lganda nima sodir bo'lishini va siz qanday berishingizni ko'rib javob berishingizga qarab belgilanadi. Nihoyat bu kiber tahdidlar doimiy ravishda rivojlanib borayotganini tan oladi va siz doimo xavfsizligingizni yaxshilash uchun moslashish usullarini ishlab chiqib boshlaysiz. To'g'ri bajarilganda kiber xavfsizlik strategiyasi strategik biznes maqsadlariga mos keladi. Shunda kompaniyangiz yanada samaraliroq bo'lishi uchun hamma narsa birgalikda ishlaydi. Mana shu demak kiber xavfsizlik strategiyasi hisoblanadi. Bunda kiber xavfsizlik strategiyasi afzalliklarini ko'rib chiqamiz. Bu yerda 7 ta afzallikni. Birinchidan, risk haqida chuqurroq tushunchaga ega bo'lasiz. Ikkinchidan, tabiatan qilinishi kerak bo'lgan narsa. Uchinchidan, u o'zida xavfsizlik muammolarini barvaqt aniqlash imkonini beradi. To'rtinchidan, bu tezkor javob berishga imkon beradi. Strategiyaning afzalliklari. Beshinchidan, muvofiqlik standartlariga to'laqonli javob beradi. Oltinchida, ichki tahdidlarni amalga aniqlash mumkin bo'ladi. Ichki tahdidlarni. Yettinchidan, amalga oshirishda optimal samaradorlikni ta'minlaydi. Mana bizga afzalliklarni beradi strategiyada. Xo'p, keyingi slaydimizda kiber xavfsizlik arxitekturasini ko'rib chiqamiz. Mana bu yerda 3 burchak shaklida shakllangan. Tashkilotning va u bilan bog'liq boshqa komponentlar va interfeyslarning istalgan axborot xavfsizligini tizimini holatini tavsiflaydi. Bu kiber xavfsizlik arxitekturasi hisoblanadi. Odatda arxitekturaning 3 ta sathi mavjud: konseptual, mantiqiy va amalga oshirish. Bu texnologik jihatdan. Demak, konseptual sathi eng yuqori sathi, mantiqiy sathi o'rta sathi va amalga oshirish sathi. Mana 3 burchak shaklida ko'rishimiz mumkin. Bular ham o'ziga ichiga bo'linib ketadi. Insonlar, axborot va texnologiyalarga bo'linib ketadi. Mana shu demak kiber xavfsizlik arxitekturasi hisoblanadi. Demak 3 ta sathdan iborat ekan, buni bilib qo'yganimiz yaxshi. Konseptual, mantiqiy sath, amalga oshirish sathi hisoblanadi. Hop, nima uchun kerak bizga kiber xavfsizlik arxitekturasi? Asosan tashkilotlarning kiber tahdidlarga qarshi himoyasining asosi hisoblanadi bu kiber xavfsizlik arxitekturasi. Uning IT infratuzilmasining barcha komponentlari himoyalanganligini ta'minlaydi. Bu yerda mana ko'rib turganimizdek, kiber xavfsizlik arxitekturasi bilan himoyalangan muhitlarga quyidagilarni ko'rishimiz mumkin. Bulutli tarmoqlar, setlar, IoT, Internet of Things, Endpoint va mobil. Bular kiber xavfsizlik arxitekturasi bilan himoyalangan muhitlar o'z ichiga oladi. Hop, kiber xavfsizlik arxitekturasi bu yerda umumiy xavfsizlikni yaxshilaydi. Afzalliklari real vaqtda ma'lum va noma'lum tahdidlarning oldini oladi. Barcha nazorat nuqtalarida xavfsizlikni avtomatlashtiradi. Yagona boshqaruv konsoli yordamida tashkilotning tahdid holatini to'liq imkonini beradi, ko'rish imkonini beradi, operatsion samaradorligini oshiradi ekan. Mana shu demak kiber xavfsizlik arxitekturasining afzalligi hisoblanadi. Xavfsizlik siyosati nima? Keyingi slaydimizda bu yerda ko'rib o'tamiz. Asosiy siyosatlar, xavfsizlik siyosati tashkilotni himoyalash maqsadida amalga oshirilgan xavfsizlik hujjati nazorati tavsiflovchi yuqori sathli hujjat yoki hujjatlar to'plami, qonun, qoida va hokazolar. Mana shu xavfsizlik siyosati. Xavfsizlik siyosati konfidensiallikni,
foydalanuvchanlikni, yaxlitlik, ya'ni butunlikni va aktiv qiymatni o'zida saqlaydi. Xavfsizlik siyosatisiz nima bo'ladi? Tashkilotni bo'lishi mumkin jinoiy ish, foydaning yo'qolishi va yomon oshkorlik kabi holatlarni oldini olish imkonsiz bo'lib qoladi. Biroq xavfsizlik siyosati mos xavfsizlik hujumlarini nazarda tutmaydi. Asos xavfsizlik hujumlarini. Hop, xavfsizlik siyosati nimaga yana ko'rib o'tamiz. Bu yerda turlarini 6 ta turlarini turli zaifliklar natijasida hosil bo'lgan xavfsizlik tahdidlariga qarshi kurashish va uni axborot yo'qolishidan himoyalash uchun kerak bo'ladi ekan. Tashkilotning barcha funksiyalarini xavfsiz tarzda amalga oshirish uchun xavfsizlik siyosati kerak. Tashqi axborot tahdidlariga kompaniyaning duchor bo'lishini kamaytirish uchun xavfsizlik siyosati tarmoqda qanday qoidalar foydalanish kerakligi, konfidensiallik, axborot qanday saqlanishi va tashkilot ma'lumotlarini oshkor bo'lishi va majburiyatlarni kamaytirish uchun qanday shifrlash algoritmlari kerakligi aniqlash orqali qonuniy himoya ta'minlanishi, mana shu xavfsizlik siyosatini kerak bo'ladi. Xavfsizlik siyosatlari tahdidlarning sodir bo'lishidan oldin bashoratlash va zaifliklarni aniqlash orqali xavfsizlik buzilishining holatini ehtimolini kamaytirish kerak. Zaxira, nusxalash va qayta tiklash amallarini joriy qilish orqali tashkilot ma'lumotlarini yo'qolishi va chiqib ketishining xavfini minimallashtirish uchun demak xavfsizlik siyosati kerak ekan. Hop, bu yerda yana xavfsizlik siyosatining afzalliklarini ko'rib o'tamiz. Kuchaytirilgan ma'lumot va tarmoq xavfsizligi afzalligi, risklarni kamaytirish afzalligi, qurilmalardan foydalanish va ma'lumotlar transferining monitoringlanishi nazorati, tarmoqning yuqori unumdorligini, muammolarga tezkor javob berish va harakatsiz vaqtning kamligi, boshqaruvdagi stress darajaning kamayishi va xarajatlarning kamayishini demak xavfsizlik siyosati afzalliklarini beradi ekan. Hop, demak bu yerda xavfsizlik siyosatining iyerarxiyasini ko'rib o'tamiz. Quyi sathidan keladigan bo'lsak, umumiy qoidalarda tanlovga ko'ra maslahatlar bilan ta'minlovchi narsa va keyingi sathimiz muolajalar tashkilot siyosatlarini bajarish jarayonini amalga oshiruvchi ketma-ket bosqichlar to'plami. Keyingi sath instruksiyalar tashkilot siyosati va standartlarni amalga oshirish strategiyasini aniqlaydi. Keyingi sath standartlar siyosatni amalga oshirish usullarini tavsiflaydi. Yuqorida aytib o'tdik, siyosatlar yordamida tashkilot o'z tarmoq xavfsizligi uchun qonun va ichki tarmoq talablarini ishlab chiqadi ekan. Normativ hujjatlar xodimlarning qonunlarga rioya qilinishini kafolatlaydi va yuqori sathdagi qonunlar ushbu siyosatlar tashkilotdagi har bir xodimni amalga oshirishi kerak bo'lgan qonunlarni o'rnatadi. Mana shu demak xavfsizlik siyosatining iyerarxiyasi hisoblanadi ekan. Hop, bu yerda keyingi slaydimizda ko'rib o'tirishimiz mumkin. Yaxshi xavfsizlik siyosatining xususiyatlari qanday bo'lishi kerak? Qisqa va aniq, foydalanuvchan bo'lishi kerak, iqtisodiy asoslangan bo'lishi kerak, tushunarli bo'lishi kerak, amaliy bo'lishi kerak va eng muhimi barqaror bo'lishi kerak. Va keyingi xususiyati muolajaviy bardoshli bo'lishi kerak. Bundan boshqa yana kiber va yuridik qonunlarga, standartlarga, qoidalarga va instruksiyalarga mos bo'lishi kerak ekan. Mana shu asosiy yaxshi xavfsizlik siyosati xususiyati hisoblanadi ekan mana shularga. Xavfsizlik siyosatining kontenti keyingi slaydimizda bu yerda kontentlarni ko'rib o'tamiz. Xavfsizlik siyosatining bu yerda birinchi kontentda xavfsizlik talablari. Bu bayonotda xavfsizlik siyosatining amalga oshirishda tizim uchun talablarni xarakterlaydi. Bu xavfsizlik talablari 4 ta turi mavjud. Intizom xavfsizligi talablari, qo'riqlash xavfsizligi talablari, moliyaviy
muolajaviy xavfsizlik talablari va kafolat xavfsizligi talablarini o'z ichiga oladi ekan. Keyingi kontentimiz siyosat tavsifi. Bu qismda asosiy e'tibor xavfsizlik tartibiga, qo'riqlash, muolajalar, amallarning bog'liqligi va hujjatlashtirishga qaratiladi. Ya'ni yuqorida ko'rib o'tgan 4 ta nimamizni intizom, qo'riqlash, muolajaviy va kafolatlarni hujjatlashtirishga qaratiladi ekan. Keyingi kontentimiz amalning xavfsizlik tushunchasi. Bu tushunchalar xavfsizlik siyosatining rollarini, javobgarliklari va funksiyalarini aniqlaydi. Va oxirgi kontentimiz elementlar joylashuvining arxitekturasi. Bu siyosat dasturidagi har bir tizim uchun kompyuter tizimlar arxitekturasini joylashuvini ta'minlaydi ekan. Bu mana shu asosiy demak xavfsizlik siyosatining kontentlari hisoblanadi. Bu yerda keyingi slaydimizda ko'rib o'tishimiz mumkin siyosatning tipik mazmuni. Bular quyidagi bo'limlari bo'linadi ekan. Siyosatning muhim xavfsizlik siyosatining umumiy tavsifi, siyosatda ko'rib chiqish kerak bo'lgan asosiy ma'lumotlarni taqdim etish. Maqsad siyosat nima uchun tuzilganligini batafsil tushuntirish. Umumiy tavsifdan. Harakat sohasi kimni, nimani qamrab olish haqida axborotni o'z ichiga oladi. Qoidalar va javobgarliklar xodimlar va boshqaruv uchun aniqlanadi. Maqsadli auditoriya bunda siyosat ishlab chiqarayotgan foydalanuvchilar va mijozlar. Siyosatlar xavfsizlik siyosatining har bir aspekti uchun bayonot. Sanksiyalar va buzilishlar mijozlar va foydalanuvchilar rioya qilishi kerak bo'lgan ruxsat berish yoki rad etish jarayonini belgilaydi. Bu sanksiyalar va buzilishlar. Kontakt ma'lumotlari, siyosat sanksiyalari va yoki buzilishlar yuz berganda kim bilan bog'lanish kerakligi haqidagi axborot. Versiya raqam siyosatdagi barcha o'zgarishlar va yangilanishlar to'g'risida kuzatilishini ta'minlaydi. Va oxiridagi glossary siyosatda foydalanilgan turli termin va qisqartmalarning ma'nosini o'z ichiga oladi. Mana shu demak siyosatning tipik mazmuni. Xo'p, bu yerda keyingi slaydimizda xavfsizlik siyosati bayonini ko'rib o'tishimiz mumkin. Bu yerda birinchida tashkilotning xavfsizlik siyosati agar aniq va qisqa bayonotlardan iborat bo'lsa, muvaffaqiyatli bo'ladi. Keyingisi siyosat bayoni bu tashkilotning siyosatini chuqur tarkibini belgilaydigan tuzilma hisoblanadi. Mana shu xavfsizlik siyosati bayoni. Keyingisi siyosat bayonotlari xodimlar profilaktika choralarini tushunishga yordam beradi. Bunda bayonida. Uchinchidan ideal xavfsizlik siyosati bayonotiga misol beradigan bo'lsak, ma'lumotlardan foydalanish joiz faoliyat talablariga asoslanadi va subyektlar rasmiy tasdiq jarayonida o'tishi kerak bo'ladi. Subyektlar. So'nggi bayoni yuqoridagi siyosat bayonotiga xodimlar ma'lumotlaridan faqat rahbariyat tasdiqlagandan so'ng foydalanishlar aniq ko'rsatilgan. Agar biror xodim xavfsizlik bayonotiga rioya qilmasa tashkilot zarur choralarni ko'rishga haqli degan xulosaga kelish mumkin. Xo'p, bu yerda keyingi slaydimizda xavfsizlik siyosatini yaratish va amalga oshirish bosqichlarini ko'rib o'tishimiz mumkin. Birinchida risklarni baholash, ikkinchida standart umumiy qoidalar, uchinchida nazorat kiritilishi, to'rtinchida jazolar, beshinchida yakuniy ishlanma, oltinchida xodimlar tomonidan qabul qilinishi, yettinchida siyosatni joriy qilish, sakkizinchi xodimlarni o'rgatish, to'qqizinchi ko'rish va yangilash. Buni batafsil ko'rib o'tadigan bo'lsak, xavfsizlik siyosatini yaratishni amalga oshirish birinchi bosqichida risklarni baholash. Tashkilot o'z siyosatini ishlab chiqishdan oldin o'z aktivlari uchun risklarni baholashi shart bo'ladi. Ikkinchi bosqichda standart umumiy qoidalar. Tashkilot o'z xavfsizlik siyosatini ishlab chiqishdan oldin umumiy qoidalarni o'rnatilishi shart. Uchinchi nazorat kiritilishi, yangi xavfsizlik siyosatini ishlab chiqishi yoki mavjudga qo'shimcha kiritish jarayonini boshqaruvchi bo'lishi shart. To'rtinchida jazolar. Ma'lum tashkilotlarda qat'iy siyosat mavjud. Agar xodimlar ushbu siyosatlarga amal qilmasa, demak siyosat ularga qarshi biron choralar qo'llanilishi
Beshinchida boshqaruv, ya'ni yakuniy ishlanma. Boshqaruv to'liq siyosat hujjatlarini tasdiqlash bilan ular tashkilotdagi barchaga tarqatiladi. 6-da xodimlar tomonidan qabul qilinishi, ya'ni yuqorida tarqatilgandan keyin tashkilot tomonidan xavfsizlik siyosati xodimlariga qabul qilinishi talab etiladi. 7-da siyosatni joriy qilinishi, tashkilotda siyosatni amalga oshirish uchun qo'shimcha joriy qilish vositalari bo'lishi kerak. Xodimlarni o'rgatish, xodimlarni tashkilot xavfsizlik siyosati davomli ravishda o'rganishi shart. Oxirgisi 9-bosqichi ko'rish va yangilash. Tashkilot o'z faoliyatini uzoq vaqtdan beri amalga oshirayotgan bo'lsa ham xavfsizlik siyosatini qaytadan ko'rib chiqishda talab etiladi. Xo'p, bu yerda xavfsizlik siyosati keyingi slaydimizda ko'rib turibmiz. Xavfsizlik siyosatining ishlab chiqishdagi mulohazalar. Bir nechta mulohazalar keltirilgan. Bu yerda 9 ta mulohaza. Birinchisi, siyosatning maqsadi nima? Bu savol tariqasida beriladi sizlarga mulohazalarda xavfsizlik siyosatini ishlab chiqishda. Siyosatning maqsadi nima? Bu qo'shimcha xarajatmi yoki shunchaki rasmiyatchilikmi? Xavfsizlik biror o'quv dasturiga mos keladimi? Va xavfsizlik siyosati tashkilot maqsadlari bilan mos keladimi? Bu sizlarga savol beriladi. Keyingi savol, siyosat yaxshiroq amaliyot uchun umumiy qoidalar bo'ladimi yoki standartga asoslanishi kerakmi? Asoslanishi kerak. Ushbu siyosat nazorat ostida nechta kishi bor? Ular kimlar? Shularga javob berishlari kerak. Har bir xodim kamida nimani bilishi kerak? Haqiqatdan ham ushbu siyosatda yozilgan barcha tafsilotlar kerakmi yoki IT xodimi uchun maxsus yozilganmi? Siyosatni qanday qilib semantik tashkil qilish mumkin? Mana shu savollarga javob topasizlar degan umiddaman. Xodimlar siyosatdan nimani tushunishlari kerak? Hop. Keyingi slaydimizda bu yerda xavfsizlik siyosatini loyihalash. Qanday loyihalaymiz xavfsizlik siyosatini ko'rib o'tamiz. Siz qo'llashingiz rejalashtirilgan siyosatlarni ishlab chiqishingiz kerak. Siyosatning maqsadini tushunishingiz kerak. Qisqa vaqtda yangilanishini talab qilmaydigan xavfsizlik siyosatini ishlab chiqish kerak. Siyosatlar, standartlar va tavsiyalarni ajratish kerak. Tashkilotning asosiy maqsadlarini taqdim qilish kerak. Siyosatning tushunarli ekanligiga ishonch hosil qilish kerak. Tashkilot siyosatining xavfsizlikka oid trening bir qismi bo'lishi mumkin bo'lgan loyihalarni yuritish kerak. Kutilayotgan asosiy risklarni aniqlash siyosatini loyihalash kerak bo'ladi. Keyingi slaydda siyosatning amalga oshiriladiganligini tekshirish, ya'ni siyosatning amalga oshirilganligini tekshirish. Qanday tekshiramiz? Xo'p, bunda bu yerda slaydimizda xavfsizlik siyosatini amalga oshirishdagi tavsiyalarni ko'rib o'tamiz. Birinchida, xavfsizlik siyosati tashkilotining tegishli rahbariyati tomonidan quvvatlanishi va rasmiy ravishda kompaniyaning siyosati sifatida qabul qilinishini ta'minlash. Har bir siyosatni ko'rib chiqish va tashkilot ichida qanday qo'llanishi haqida o'ylash. Siyosatga muvofiq bo'lgan mos vositalar mavjudligiga ishonch hosil qilish. Tarmoqni yoki siyosatni ixtiyoriy almashtirish kerakligi haqida rejani yaratish. Siyosatni madadlash uchun muolajalarni o'rnatish uchun tashkilotdagi biror bo'lim, misol uchun IT, axborot texnologiyalari, axborot xavfsizligi va hokazo bilan ishlash bo'limlar yoki kafedralar. Tashkilotni xavfsizlik bo'yicha asos o'quv treningi kurslari bilan ta'minlash va hokazolar o'z ichiga oladi. Xo'p, keyingi slaydimizda bu yerda axborotlar xavfsizligi siyosatining turlarini ko'rib o'tamiz. Birinchi turi bu yerda tashkilot axborot xavfsizligi siyosati, ya'ni Enterprise Information Security Policy, ESP deb yuritiladi. Bu ESP tashkilotlar ular uchun xavfsiz muhitga g'oyalar, maqsad va usullarni taklif qilish orqali qo'llab-quvvatlanadi. U xavfsizlik dasturlarini ishlab chiqish, amalga oshirish va boshqarish uchun usullarni belgilaydi. Keyingi turi muammoga qaratilgan xavfsizlik siyosati, ya'ni Issue Specific Security Policies.
SECP deb yuritiladi. Bu siyosat tashkilotga aynan bir xavfsizlik muammosiga qaratilgan bo'ladi. Bu xavfsizlik siyosatlarining qamrovi va qo'llanilish sohasi muammo turi va undan foydalanilgan usullarga bog'liq bo'ladi. Uchinchi axborot xavfsizlik siyosati turi tizimga qaratilgan xavfsizlik siyosati, ya'ni System Specific Security Policies, SSSP. SSSP ni amalga oshirish tashkilotdagi biror tizimning umumiy xavfsizligini maqsad qiladi. Tashkilotlar tizimni qo'llab-quvvatlash maqsadida muolajalar va standartlarni o'z ichiga oladi. Bu turdagi siyosatlarni ishlab chiqadigan va boshqalarni o'z ichiga oladi. Mana shular demak asosiy turlari hisoblanadigan axborot xavfsizligi siyosatining turlari. Keyingi slaydimizda internetdan foydalanish siyosati turi. Bu yerda birinchi foydalanish siyosati turi internetdan nomuntazam siyosat, ya'ni promiscuous policy. Bu siyosat tizim resurslardan foydalanishda hech qanday cheklovlar qo'ymaydi. Misol uchun nomuntazam internet siyosati bilan internetdan foydalanishga cheklovlar qo'ymaydi. Foydalanuvchi istalgan saytga kirishi, istalgan dasturni yuklashi va olishi va uzoq joydan kompyuter yoki tarmoqqa kirishi mumkin bo'ladi. Ikkinchi siyosat ruxsat berishga asoslangan siyosat, permissive policy. Bu siyosatga ko'ra faqat ma'lum xavfli xizmatlar, hujumlar yoki harakatlar bloklanadi. Misol uchun, ruxsat berishga asoslangan internet siyosatida bir qancha mashhur va zararli xizmatlar hujumlaridan tashqari internet trafigining asosiy qismi ochiq bo'ladi. Uchinchi foydalanish siyosati paranoid siyosati, ya'ni paranoid policies. Bu siyosatga ko'ra hamma narsa taqiqlanadi. Tizim yoki tarmoqdan foydalanish tashkilot kompyuterlarida qat'iy cheklovlar mavjud. Bunda internetga umuman ulanmagan yoki qat'iy cheklovlar bilan ulangan bo'lishi mumkin. Oxirgi foydalanish siyosati bu ehtiyotkorlik siyosati. Prudent policy. Ehtiyotkorlik siyosati barcha xizmatlar blokirovka qilingandan so'ng administrator xavfsiz va zarur xizmatlarga individual ravishda ruxsat beradi. Misol uchun, asosan bu ehtiyotkorlik siyosati banklarda keng qo'llaniladi. Bu bank maksimal xavfsizlikni ta'minlaydi va tizim, tarmoq faoliyatini kabi barcha narsalarni qayd etadi. Xo'p, keyingi slaydimizda maqbul foydalanish siyosati. Unda siyosatning bu turi resurslardan to'g'ri foydalanishni belgilaydi va foydalanuvchilarning o'z akkauntlarida mavjud bo'lgan ma'lumotlarni himoya qilish majburiyatini ko'rsatadi va foydalanuvchi tarmoqdagi yoki internetdagi kompyuterga kirishda siyosat cheklovlarini qabul qilishi kerak hisoblanadi. Maqbul foydalanish siyosati. Bundan boshqa ehtiyotkorlik siyosati prinsiplar, taqiqlar, ko'rib chiqish va jazo choralarini o'z ichiga oladi va foydalanuvchining shaxsiy sabablariga ko'ra va korporativ resurslardan foydalanishni taqiqlaydi. Keyingi maqbul foydalanish siyosatlaridan yana axborot xavfsizligi siyosati ajralmas qismi hisoblanadi. Bu maqbul foydalanish siyosati umuman olganda tashkilot o'zlarining yangi xodimlariga axborot resurslaridan foydalanishga ruxsat berishdan oldin maqbul foydalanish siyosati bo'yicha tanishganligi uchun imzo qo'yadi. Maqbul foydalanish siyosati foydalanuvchilarni IT infratuzilmasida nimalarni bajarishi kerak va nimalarni bajarmasligi kerakligi haqida asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi. Va maqbul foydalanuvchi siyosat to'g'ri amalga oshirilganiga ishonch hosil qilish uchun administrator doimiy ravishda xavfsizlik auditorini olib borishi kerak hisoblanadi. Keyingi slaydimizdagi misol uchun keltirilgan bu yerda maqbul foydalanish siyosatini aksariyat tashkilotlar o'z saytlarida va pochtlarida siyosatga aloqador va diniy mavzularda muzokara olib borishni taqiqlaydi. Bu maqbul foydalanish siyosatining aksariyat siyosat buzganligi uchun jazolar tayinlanadi. Bunday jazolar foydalanuvchilar akkauntini vaqtincha yopib qo'yishdan tortib qonuniy harakatlar kabi keskin choralar o'z ichiga oladi. Shu bilan e'tiboringiz uchun rahmat. Shu bilan bugungi mavzumiz
tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Keyingi mavzugacha xayr.